Hayotdan bildim. Aytgancha, assalomu alaykum, sizlar bilan Nova Minecraft. Bundan oldingi videoda просто arti deb olgandim. Merdan olgan boyliklarimiz. Tillov 4 takmadi, 2 taga hisob mana shuni, mana shu. Keyin akvarium, keyin mana shu gillamli. Keyin chiroqlar videoni boshida ko'rgan bo'lsanglar. Yo'q, boshqa rang edi. Keyin aytgancha qo'yon terisiga qatdan keldim, mushuk o'ldirib kelgandirdi. Aytgancha men mushuk boqib olganman. Qaranglar, uyimni himoya qilish uchun libboy paytga mana shunaqa yasadi obunachilar. Yaxshimi? Kanalga obuna bo'lish va like bosish esingizdan chiqmasin. Yerni o'nga kiraylik. Assalomu alaykum merjanoblari. Va alaykum assalom. Arti, Nova. Buncha kayfiyatlarsiz. Просто takda endi. Bugun nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Bugun hech narsa bo'lmayapti. Aytgancha qishloqdan ket. Nimaga mer? Sen jonivorlarni o'ldirganing uchun yo 10 yilga qamalasan, yo bu qishloqdan yo'qolasan. Ha, bo'ldi mer. Ko'ramiz. Ha, nimani ko'ramiz? Qachon kino ko'ramiz? Men sizga teoriya aytyapman, hazillashayotganim yo'q. Hali ko'ramiz endi. Yo'qolmoqda, tushundingmi? Novaga aylandim. Ahab mer. Kallangizga oyog'im sizni mer. Kallangizga aytdim bu yerni. Shuncha. Qishloqqa to'xta. Qishloqqa to'xta deyapman. Mazgi. Qishloqqa hayvonlarni o'ldirish shunchalik katta. Yo'q. Har birning o'zi kuniga 10 ta qo'y go'shti yeydi. O'sha o'zi o'ldiradi deyapman. Ovchilarga beradi. Qat'i ketsa qishloqqa to'xta o'g'rigacha ayt endi. Короче, shunaqa qiladi-yu. Keyin bitta o'yinchini ham qayda o'rgandi, seni ham qayda o'rmoqchi. Mana tikkaydagi stadionni ham o'sha o'yinchi qilgan edi. Qishloqqa chatasan garang. Bir men stadionni qurdim-ku garang. Pulimga. Kallangga yaqinmakki. O'ldirib o'raymi? Sizlarni yozasan desang kirisi. Men topdim borman, tulpor degan qo'shiqqa kim o'ynagan? Men bog'chada o'ynagan edim. Kanikullar ham tugadi. Kim nechinchi sinf bo'ldi? Masalan, men 4-sinf bo'ldim. Hamma sinfini kommentariyada yozib qoldirsin. Masalan, meniki 4A. 4A silo. Teban buraydi mana shularda. Keruchi mana shu katta tub so'z bo'lishim kerak aytgancha. Mana bu oyoqlarni qo'lda. O'zimni olmaslarim ketdi bu yerga. Bitta narsani yashirganman. Mana buni kim ko'ryapti? Yaxshiyapti, tepaga chiqib ko'rsataman sizlarga qadrli obunachilar. Aytgancha videoni boshida aytganga kanalga obuna bo'lish va like bosish esdan chiqmasin. Ko'rdinglarmi? Yo'q.
ketdim. Do'stlarga ko'rsataman. Qani kitoblarni o'qib ko'ray, mana shu yerdan o'qigim kelyapti. Qarovchi do'stlarimni sevganlari var, lekin buni aytolmayman, qadrli obunachilar. Agar 100 mingta like bo'lsa, hammasinikini aytib beraman. Bitta kitobga yozib qo'yganman men. Bu yerda ham bu. Eng yaqin do'stimniki. Meni har doim yonimda turgan. Unikini juda ham qattiq saqlayman. Meniki esa yo'q. Bog'chada bir bor bo'lgan o'sha yerda ham. Yuragim yanada kechagina oqshomlari deydi-ku. O'sha yoqqa ishqini kim aytmang, kommentariyada yozinglar. Garchi merni hozir o'ldiramiz bugun tunda. Tun tushishi bilan videoni yana qayta yoqaman, hozir uyimga borib. Garchi tun tushgandan keyin sizlar garchi anchagina tayyorlandim obunachilar. Yuzimga mana shuni kiydim, nima bo'lsa ham skilimga e'tibor bermanglar. Hozir o'ldiraman. Berni o'ldiraman. Garchi ketdim. Qancha qishloqlar bor. Mana shuni to'p qilish kerakmidi? Mana shu jonivorni kim ko'rgan? Tepchaga o'xshaydi-ya. Basketbolga. Assalomu alaykum mer. Men qishloqdan ketishim kerakmidi? Ha, sen nimaga hali ham ketmabsan? Hozir bilasan chaqiraman. Hozir bilasan chaqirish kerak bo'lmay qoladi. Bu yerga kerak mer. Sen o'ldiraman meni. Kuchim yo'q ekan bu merni. Padaringga aytdim. Endi bu merning o'rniga mer siylash kerak. Yoki o'zim bo'laman mer. Kerakchi. Qolganini keyin gaplashamiz. Kecha mana shu qishloqqa ham guvohlik qilyapti-da. Mana senga mayki qishloqqa. Qarovchi hamma bilan xayr, obuna